erga tegib nima qilasan, mazza qilib yashamaysanmi, erga tegsang bitta sassu naskisini yuvib o'tirasan deb. Bitta narsaga juda ham meni g'ashim kelyapti-da. Instagramga kirsanglar, er bilan yashash, oila qurish, qaynona bilan yashash yoki qaynona to'g'risida juda ham xunuk fikrlar bildirib, yosh erga tegmagan qizlarni ongini buzib qo'yapsizlar-da. O'shaning uchun qaynona bilan yashamaslik kerak, qaynona yomon, kabutta qaynona bir Azroilmi, u yo'q qo'rqimchilik qanaqadir maxluq qilib ko'rsatyapsizlar. Yoki yosh qizda erga tegish masalasida qaysidir blogerlarga savol bersa, erga tegib nima qilasan, mazza qilib yashamaysanmi, erga tegsang bitta sassu naskisini yuvib o'tirasan deb. Hamma ham erga tegib sassu naski yuvmayapti. Qizlar erga tegib baxtli hayot kechirayotganlar bor. Farzandli bo'lyapti, eri boshida ko'tarib yurganlar bor. Masalan, men turmushim 12 yil bo'ldi, men hali bir sassu naska yuvmadim, xudoga shukr. Erim bilan baxtliman, xudoga shukr, shu taqdirimga erimni yozganiga. Qaynona bilan yashaganman, qaynonam ham tilla ayol bo'lganlar. Qaynonasi bilan baxtli yashayotgan kelinlar, qaynonasi tilla bo'lgan kelinlar qanisizlar? Kommentariyada yozinglar, bilsin, shu yaxshi qaynona borligini, qaynona bilan yashash qo'rqimchilik emasligini. Masalan, o'g'il tug'ishingdan o'ylaylar. Sizlar ham qaynona bo'lasizlar. Bitta o'g'lingiz bo'lishi mumkin masalan. Hayotda boshingizga nima tushishini bilmaysizlar. Shuning uchun qaynonani bu darajada xunuk holatga keltirmanglar. Sizlar ham ayolsizlar, sizlar ham ona tuqqan, sizlarning onanglar ham qaynona. Sal gapinglarni o'ylab gapiringlar. Qaynonasi bilan baxtli yashayotgan kelinlar iltimos kommentariyada yozinglar. Bilsin, shu yaxshi qaynonalar hayotda borligini.